Birinchi sovrindan keyin Guardiola Husanov nomini ham alohida tilga oldi. Manchester City futbolchilari Wembley stadionida Arsenal jamoasiga qarshi o'tkazilgan Angliya Liga Kubogi finalida 2-0 hisobda zafar quchdi. Klub matbuot xizmati uchrashuvdan keyin bosh murabbiy Josep Guardiolaning fikr-mulohazalarini keltirib o'tdi. Ispaniyalik mutaxassis intervyu davomida Abduqodir Husanov nomini ham tilga oldi. Manchesterliklar Wembley stadionida Arsenal ustidan g'alaba qozonib, o'z tarixida 9-marta Liga Kubogini yutib oldi. Pep Guardiola aytishicha, unga g'alaba hissi hech qachon zerikarli bo'lmaydi, chunki Manchester City uning qo'li ostida 5-marta Angliya Liga Kubogini qo'lga kiritdi. Hech bir murabbiy bu musobaqada undan ko'proq g'alaba qozonmagan. Arsenalni 2-0 hisobida mag'lub etgan shaharliklar 2025-2026 yilgi mavsumdagi ilk sovriniga ega bo'ldi. Bu sovrin Josep Guardiola uchun Manchester City'dagi 19-yutuq sifatida qayd etildi. Uchrashuvdan keyin ispaniyalik murabbiy navbatdagi muvaffaqiyatni katta zavq bilan nishonladi. Bu hali ham menga zavq bag'ishlaydi. Bugungi kun haqiqiy sinov bo'ldi va hech kim bizga hech narsani osonlik bilan bermaydi. Bugun biz o'zimizni va o'z darajamizni eng kuchli jamoaga qarshi o'yinda ko'rdik. Biz o'zimizning eng yaxshi tomonimizni namoyish etdik. Bu ham isbot, ham chaqiriq. Bu bizning mohiyatimiz. Biz ularga qarshi o'ynaganimizdan afsuslanmaymiz. Sport bu sport. Hozircha ular eng yaxshisi. Ikkinchi bo'limda men Arsenalga qarshi bunday natijaga erishishimizga ishona olmadim, lekin biz buni uddaladik, dedi Josep Guardiola. Guardiola Manchester City bilan birinchi sovrinini qo'lga kiritganiga 8 yil bo'ldi. U 2018-yil ham Arsenalni mag'lub etib, Liga Kubogini yutib olgan edi. Uning hozirgi ko'plab o'yinchilari uchun bu birinchi sovrin bo'ldi va murabbiyning fikricha, bu g'alaba ularga ishonch bag'ishlab, yanada ko'proq muvaffaqiyatlarga olib kelishi mumkin. Biz ilk bor Carabao Kubogida Arsenalga qarshi shu yerda o'ynaganimizda ham shunday bo'lgan edi. James Trafford uchun bu birinchi final edi. Abduqodir Husanov jamoamizda atiga 1 yildan beri o'ynamoqda. Nico O'Reilly birinchi to'liq mavsumdan meni hayratga qoldirdi. Antoine Semenyo esa o'zining birinchi finalini o'tkazdi. Ko'plab o'yinchilar birinchi tajribaga ega bo'lishdi va bu juda yaxshi. Aynan shu bizga kerak. Bu bizga shuni ko'rsatadiki, biz buni qila olamiz. Biz hali ham o'tgan mavsumga nisbatan ancha yaxshiroqmiz, lekin bu hali ham biz ko'zlagan daraja emas. Buning uchun vaqt kerak. Umid qilamanki, kelasi mavsumda va bu mavsum oxiriga kelib biz bunga erishamiz, dedi ispaniyalik mutaxassis. Endi City ham xalqaro tanaffusga chiqadi va mavsumdagi ilk sovrin bilan yangi g'alabalar uchun kurashni davom ettiradi. Oldinda Angliya Kubogi chorak finalida Liverpoolga qarshi o'yin turibdi. Shuningdek, Premier Liga chempionligi uchun kurash hali yakunlanmagan. Garchi Arsenal ulardan 9 ochko oldinda bo'lsa ham, nazariy jihatdan kurash hali davom etadi. Men Arsenaldan 9 ochko oldinda bo'lishni xohlardim. Bu o'yin hech narsaga ta'sir qilmaydi, chunki bu turli musobaqalar. Ular Etihadga kelganida ko'proq xavotirda bo'lishadi. Bu esa bizga Liverpoolga qarshi o'yinda yordam beradi. Premier Liga ularning qo'lida. Ular bizni qattiq jazolashyapti. 2 davr bo'ldi. Sunderland, Brighton va Chelsea bilan 3 ta durang, keyin esa Nottingham Forest va West Ham bilan yana duranglar. Agar kanonirlar ochko yo'qotsa, biz o'z o'yinimizni yutishga harakat qilamiz, keyin esa nima bo'lishini ko'ramiz, dedi Josep Guardiola.